Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shohrux Cho'lib. Bugun 11-kunda bitimlarni ko'rib chiqamiz. 11-da qanaqa bitim ochganman, nima uchun ochganman, shunaqasiga. Endi qaranglar, mana bu yerda biz bitta narsani ko'rishimiz mumkin. Narx men kutuvdimki, что zonaga tez qilmasdan ketib qoladi deb, ya'ni biraki bu pastni buzib qo'ydi. Ya'ni zona ketgandan keyin bu katta ehtimol pastga ketish kerak edi. Undan keyin narx nakapleniya bo'lib qoldi, yuqori ketdi. Bu qayerga borish kerak? Mana bu yerdagi zonagacha. Va zonada reaksiya beraverdi. Pastga yuqoriga chiqilmadi, ob'yom yig'ilib pastga tashlaverdi. Undan keyin men mana shu yerdan katta ehtimol bilan mana shu likvidgacha ushlayman dedim. Keyin mana bu yergacha o'zi aniqroq kelish kerak edi, lekin mana shu yerga ushlab vaziyat qanaqa bo'lishini bilmadim. Может, bu yerda buzib keyin yuqori ketaman. Oltinda ko'p shunaqa narsa bo'ladi. Xo'p, o'shaning uchun men nima qildim? Mana shu yerdan kirgan edim. Endi qaranglar. Mana shu yerdan kirganman. Bizlarda zonamizga yetib kelgandan keyin mana ko'rsangiz bo'ladi, tez qilgan bu yerda. Zonamizga tez qilgandan keyin bu pastga qaytadi va yuqoriga chiqdi. Lekin mana bu yerda bizlarda bayga chiqaman deyapti, lekin mana bu yerda ham mana bayga chiqaman deb kuch yetmay qoldi. Pastga tushib kelib, tez qildi va mana zonani urib o'tolmadi. O'shaning uchun men mana shu yerdan footprint ham aytishingiz mumkin, ko'rish mumkin edi silga ketishga. Endi qarasanglar, mana bu yerda narx o'sha qulayapti va mayda-mayda deltachalar bo'lib qoldi. Deltalar bu bozorda kuch o'rni yo'qligini aytadi va ob'yom bo'lib qolgandi. O'shaning uchun men kirdim. Mana shu yerdan likvidgacha ushlab turganman. Shu yergacha itdi. Bu birga 6 bitimda ishlab olgan edim. Endi qarasalaringiz bo'ladi. Mana shu likvidgacha men ushlab turgan edim. Xo'p, undan keyin qarasangiz bo'ladi yana, lekin bizlarda aslida biz tortadigan joyimiz bu mana bu. Chunki bu ob'yom buzilgandan keyin, mana ko'rsalaringizlar, ob'yom buzilgandan keyin faqat yer qolgandi. Chunki narx qaytaradigan kuch qolmadi. Agar qaytganda mana bu yerdan qaytardi. Lekin qaytmagani uchun men kutibki, что yana по-любому narx yuqoriga ketmaydi, o'sha pastga ketadi. Xo'p, undan keyin nima qildim men? Bizlarda oxirgi zonamiz mana bu edi. Nimaga bu yerda oldim men? Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana bu yerga qarasalaring bo'ladi, narx yashil ketgan, ya'ni bu yerda o'sha absorpsiya bo'lyapti, narxni yuqoriga olib chiqib keta olmayapti. Agar qizarib ketganda edi, narx yuqoriga olib chiqib ketish mumkin edi. Undan keyin nima qildim? Bu narxni yuqoriga olib chiqdi-yu, mana bu yerda yashil bo'lgandan keyin men o'sha mana shu yerdan kirganman pastgacha. Keyin yana o'sha tez qilib yana ketgan pastga. Xo'p, undan keyin qanday ko'proq o'tganda qanday kirgandim? Chunki mana bu yerda likvidimiz bizlardagi yechilish kerak edi. Keyin bizga ko'rsak bo'laydi. O'shaning uchun men kirganman. Mana bunda ten tashlab ketibdi futuresda, lekin ligida grafikda unda yo'q. Mana shu yergacha qo'ygan edi. Mana shunaqasiga 1.5 bitimda olib keldi menga. Hali pakka bo'yin kirganim yo'q. Yoqimsa like bosib qo'ysalaring, keyin tushuntirib beraman to'liqroq qilib. Ham bu yerda mana oxirgisida o'z ko'rsataman sizlarga. Ob'yom pastga tashlagan, ob'yom avlazni bo'lib, o'sha pastga tashlagan. Chunki mana bu yerda o'sha ob'yom yo'qolib qoldi-yu, lekin narxni yuqoriga olib chiqib keta olmadi. Bu shunaqa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, subscribe qilib qo'yinglar.